ko'chma sudga bo'lgan huquqlaringizni e'tirof etish bo'yicha invoice raqamiga to'lovni amalga oshiring. Agarda 20 kunda to'lov amalga oshirilsa, 50% chegirma mavjud. Zo'r-ku. Faqat bu to'lovni qatga qilamiz? Agar sizga ham 6079 raqamidan mana shunday SMS kelgan bo'lsa, demak to'lovlarni qanday shaklda amalga oshirish kerak? Bilib oling. Birinchi yo'li, istalgan bankka borasiz va SMS da keltirilgan invoice raqamiga to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ikkinchi yo'li esa telefoningizdagi to'lov uchun mo'ljallangan mobil ilovalardan biriga kirasiz va u yerdan davlat xizmatlari bo'limini tanlaysiz. Xizmatlar bo'limiga o'tgandan keyin kadastr agentligi qismini tanlaysiz hamda invoice raqamini kiritasiz. Davom etish tugmasini bosasiz. Va eng asosiysi, siz ushbu harakatlarni to'lovni, ya'ni 20 kun ichida amalga oshiradigan bo'lsangiz, umumiy to'lov summasining 50% ni to'lashingiz mumkin. Ya'ni siz 50% chegirmaga ega bo'lasiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.